Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun biz 30 kilovatlik 10 grid obyektimizni tugatib oldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Tayloq tumanida. Bu obyektimizda Haymo X10 panellaridan ishlatganmiz. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu yerda 30 kilovat joylashtirib berganmiz. Bu obyektimizning karkazlari atsinkovniy temirdan qo'yib berganmiz, ya'ni atsinkovkadan qo'yib berganmiz. Klientimiz shuni xohlagandi. Atsinkovniy temirni afzalligi bu yillar davomida zanglamasligi. O'sha tomondan qora metalldan ancha ustunroq. Xo'p do'stlar, ko'pchilik bizdan 10 grid haqida so'ragan ekan. 10 grid bu tarmoqqa tok sotadi va o'zingizning ehtiyojlaringizni qoplab beradi. 10 grid kechasi ishlamaydi. 10 grid eng katta kamchiligi bu tarmoqda tok o'chgan vaqtda bu ham o'chadi. Ya'ni tarmoqda tok bo'lmasa siz quyosh panellaridan foydalana olmaysiz. Endi bu 10 grid nimaga kerak? 10 grid ko'pchilik tarmoqqa tok sotish uchun qo'yadi. 10 gridni kamchiligi bu tarmoq ishlamagan vaqtda o'chib qolishi, lekin eng yaxshi tarafi gibrid sistemasiga nisbatan generatsiyani 100% qilib beradi. 30 kilovatlik gibrid qo'ysangiz, tarmoqqa tok sotayotganda 30 kilovatgacha chiqarib bera olmaydi, lekin 10 grid tarmoqqa 30 kilovatgacha tok chiqarib beradi bemalol. Chunki 10 gridning generatsiyasi baland. 10 gridni oldin aytib o'tganimdek, katta kamchiligi u tarmoqda tok o'chib qolsa ishlamaydi. Xo'p do'stlar, hozir karkazlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mustahkam qo'yib berganmiz boltga ekalarda. Karkazni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turishlaringiz mumkin panellar. Karkazlarimiz past tomondan bu yerga ugonlikdan ham upor berib chiqqanmiz. Mana taglariga e'tibor berishlaringiz mumkin. Ugonlikdan qo'yib shpilkalarga tortib chiqqanmiz. Bu ugonligimiz ham zanglamaydi. Ya'ni kraska qilingan, o'sha metall o'zining kraskasi qilingan. Tepadan ko'rinishi. Naryoqda ham qo'yilgan, xuddi shunday 16 ta. Buni ham pastki ko'rinishi. Qo'shimcha uporlar berib, mustahkam qotirilgan. Shamolda o'ynamaydi. Bu yerga 16 ta qo'yib berganmiz. Quyoshga qaragan, mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Quyosh mana botib turibdi, soat 4 bo'lyapti. Soat 4 gacha bemalol mana qishki vaqtda tegadi. Pastdagi bo'limimiz ham bor mana. Yog'iga ham 16 ta qo'yib berganmiz. Bu yog'ini ham. Bu yog'i ham xuddi shunday. Qo'shimcha uporlar ugonlikdan yana bitmagan joyiga boltga ekada. Pastlarini shpilkaga tortib chiqqanmiz straplarga. Shamolda qo'shimcha mustahkamlikni beradi. Bu yerda hammasi ideal darajada chiqishini xohlagan klientimiz. Shunga harakat qilganmiz, endi qo'ldan kelgancha. Bu yog'ini ham 30 gradusda, quyoshga qarab turishi 180 gradusda turibdi. Ikkita bo'limimiz bir-biriga soya qilmaydi. Quyosh botayotganda ham bir-biriga soyasi kelmaydi. Bu nimaga kerak soya qilmasligi? Agar panellarning uchi soyalanib qolsa, sizning kunlik generatsiyangizga juda katta ta'sir qiladi. Ko'pchilik o'ylaydi, 30 gradusda qo'ysam yaxshi effekt beradi deb o'ylaydi, lekin orqa tomondagi bo'limlarga soyasi tushib qolsa, u siz 30 даже 45 gradusda qo'ysangiz ham, ya'ni soyalanib qoladigan bo'lsa, 45 gradusda qo'ysangiz ham u kunlik generatsiyaga juda katta ta'sir qiladi. Iloji boricha maksimal joyiga qarab, ya'ni soyalanmay qolishiga qarab ish qilish kerak.
Даже mana bu tomdan chiqadigan nima deydi buni? Xalq tilida kuchuk katak degan joyida ham mana rashodini olib, ya'ni soyasi kelmaydigan qilib panellarni uzoqroqqa joylashtirganmiz. Ya'ni quyosh botganda ham soyasi kelmaydi. Hozir pastda invertorni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p do'stlar, mana invertorimiz ishlab turibdi. Bu yerda 30 kW 10 grid D invertordan qo'yib berganmiz. Bu yoqda tepada bir daxanitel, ya'ni tepasida bir daxanitel, pastda UZI, DC avtomat, bu tomonda AC tarafi. Bu yerda 3 ta bo'lim bo'lgan, ya'ni 3 ta gruppa bo'lgan. Xuddi tepada ko'rsatib o'tib ketganimdek 3 ta bo'lim bo'lib tushib kelgan. Har bir bo'lim 10 kW dan invertorimizga taqsimlaganmiz. Oldin aytib o'tib ketganimdek, 10 grid invertorda eng katta kamchiligi bu tarmoq o'chgan vaqt ishlamasligi. Eng katta plyusi bu quyosh panellaridan kelayotgan tokni 100% generatsiya qilib beradi. Gibrid invertorga nisbatan yaxshi ishlaydi. Ya'ni tarmoq tok sotishda 10 grid invertor gibrid invertordan ancha afzal. Agar siz tarmoqqa tok sotib foyda qilmoqchi bo'lsangiz, sizga 10 grid invertorlarni, ya'ni 10 grid sistemani tavsiya qilaman. Xo'p, hamma ma'lumotlarni aytib o'tib ketdim. Bizga murojaat qiling, kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog', salomat bo'ling.